qizingni uzatamiz. Kimga? Ana og'aynimning o'g'liga. Axir u tayini yo'q bola-ku, yaxshi bola emas. Uni ustiga ichadi. Hali yosh, quyiladi. Keyin ana o'zimizni jekka ishga kirmoqchi. Oilani eplay oladigan yigit emas. Nima qilibdi? Erni qiladigan ham, qora qiladigan ham xotin bo'ladi. Har kuni puli bor. Axir Guldek qizimizni qayoqdagi bir tayini yo'q oilaga berib yuboramizmi? Dada, men turmushga chiqmayman. Men aytdimmi? Erga tegasan. Keyingi oy to'y qilamiz. Yo'q. Sani o'sha. Iltimos, to'xtang, unaqa qilmang. Qo'ying, yana urmang. Qochay oldimdan. Voy! Sabduxonov yo'lim to'sadigan. Ha? Qoch dedim senga. Bo'ldi. Qol ko'zimdan.